Ilm nuri kanali. Birodarlar, agar shu to'rtta narsagachi chiroyli suratda amal qila olsak, ishonaveringlar, dunyo va oxiratimiz zo'r bo'lib ketadi. Tirikchiligimiz va maishatimiz zo'r bo'lib ketadi. Qalbimiz va jasadimiz zo'r bo'lib ketadi. Nima so'zlar edi u? Quloq solaylikchi. U aytdi: "Rizqimni mendan boshqa hech kim ola olmasligini bildim, xotirjam bo'ldim." Tushunarlimi? Chehlar nech bo'lib ketdi? Nechta o'g'lingiz bor? 3 ta o'g'lim bor. Bittadan chiqsa, 4 ta qizim bor, chiqar, shpaner me. Voy, rizqi bor uni, xotirjam bo'ling, g'am qilmang, siz faqat ishlang, mehnat qiling, g'am qilmang. Rizqimni mendan boshqa hech kim ola olmasligini bildim, nafsim xotirjam bo'ldi. 99% odam g'ami shu hozir. Xotirjam bo'ling birodar. Mehnat qilyapsizmi? Siz to'g'ri yo'ldasiz. Siz to'g'ri yo'ldasiz, natija Allohdan. Ilm nuri kanali. Ikkinchisi, amalimni meni o'zimdan boshqa hech kim qila olmas ekan. Amalim bilan mashg'ul bo'ldim. Keyingisi, o'lim to'satdan kelishini bildim va kelishidan oldin amalga harakatga kirishdim. To'rtinchisi, Alloh azza va jalladan berkin olmasligimni bildim. Shunga yarasha ish tutdim. Ishonavering birodar. 4 qator so'z. Agar shu aytilgan 4 ta narsaga amal qila olsa, kishini dunyosi yu oxirati mustaqim bo'lib qoladi. Qalbi xotirjam bo'ladi, nafsi orom olib qoladi. Krizis deydi. Ming xil narsa bor, siqilaman desangiz o'ylab. To'g'rimi? Shablon berilyapti, hayotga qarab hisob ko'ringlar-da. Haqiqatan musulmon odamni xotirjam qoladigan uni puli bo'lmaydi. Uni mansabi bo'lmaydi. Robbisiga bo'lgan tavakkuli, Robbisiga bo'lgan iymoni bo'ladi. Birodarlar, Allohga tavakkul qilishlik bu ulug' aqida. Tavhidning asosi birodarlar. Bu aqida tavhidning boshida turadi. Kim buzsa tavakkulni, demak tavhidni buzgan bo'ladi.